so'lg'in chamanu bog'ni obod etib, osmonimdan bexosiyat qag'illagan qarg'alarni daf etib kelar bu kellar. Alojiq! Alojiq! Bu qiz beadab ekan. Yuzingni yop, behayo sharmanda. Maymonlar, qanday kunlarga qolib ketdik. Yo tavba, yo ur buni! Mas'uma, Mas'uma. Suv bering, bunga suv bering. Kechir meni singlim, kechir. Hammasini yig'ishtiring. Hamma qaytmoqchilasin, to'xtatamiz. Yo'q, to'xtatmaymiz. Yana sahnaga chiqaman. Nimalar dersan sen qiz? Ko'rdingku bular o'ldirsalar qaytmaydi. Og'a, To'xtatamiz dedim. to'xtatmaymiz. Mayli, toshbo'ron qilib o'ldirishsa ham mayli. Sizga aytaman, men ulardan qo'rqmayman. Yana sahnaga chiqaman. Mas'uma, bu xalqning mehri ham, qahri ham daryoday. Qahri qo'zg'alib turganda ularni ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Ketamiz. Og'a, men sahnaga chiqaman. Ko'ziga tik qarash uchun ham chiqaman. Ehtirosga berilma Mas'uma. Ketmasang bo'lmaydi. Axir o'zingiz aytgansiz-ku menga. Boshingga balo yog'iladi. Seni xo'rlashadi, azoblashadi. Bularning bariga dosh berishing kerak deb aytgansiz-ku menga, og'a. Aytganman, lekin hozir mavrida emas. Qachon mavrida bo'ladi, og'a? Qachon? Nima bo'lishi kerak bo'lsa, hozir bo'lsin. Burdalab tashlashsa, hozir burdalab tashlashsin. Axir o'zingiz menga aytgansiz-ku, og'a. Sahnaning uvoli bor degansiz-ku, og'a. Sahnaning uvoli bor. Oradan yillar Mas'uma Toliyeva misli ko'rilmagan qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-da, yana bir nechta rollar ijro etdi. U o'zbek teatr sahnasida o'z o'rniga ega aktrisaga aylandi.
ijroga bunchalik kirishib ketmaydi. Har safar sahnaga chiqsangiz, yuragimni ho'chlab o'tiraman. Halimaga achinaman bosqiniga. Juda ham achinaman Halimaga. Har safar sahnaga chiqsam, uni dardi ruhimga ko'chib o'tgandek bo'ladi. Dadasi. Gulday umri hasanlarga chirmashgan Halimaga shunday bo'ldi. Lekin men shu qorong'uliklar ichida kunlari bir hazin tushday o'tayotgan zamonamizda negadir juda baxtliman. Albatta baxtli bo'lasizlar. Xalqning katta kuchiga birdek olqishlagandan keyin albatta baxtli bo'lasizlar. Ma'sumaxon, hayronman. Kechagina boshimizga malomat toshlarni otib o'tirgan odamlar hozir o'ziga sig'may olqishlayapti-ya. Boshqaga. Rahmat sizga. Nega rahmat? Ro'shnolik ko'rmay o'sgan bir yetimchaga ko'ngil qo'yib, dardi dunyosini yorug' qilganingiz uchun. Qo'ysangiz-chi. Men sabab boshimizga qancha malomatlar yog'ildi. Qancha ta'na-doshnomlarga qoldingiz. Og'ir kunlar yelkangizni ezib tashlasa ham chidadingiz.